Assalomu alaykum Jahongir To'y kanalining a'zo obunachilari va doimiy ravishda kuzatib boruvchilar. Mana bugun biz Sankt-Peterburg shahridan O'zbekiston Respublikasining Buxoro shahriga keldik. Buxoroga albatta biz bir aylanib ziyorat qilib, xudo xolasa sekin Toshkent, Samarqandga o'tib ziyorat qilamiz. Biz o'zi mana Buxorodan video olyapmiz va mana shu yerda bizni kutib olgan, ya'ni taksi amakimiz birga yurib bizga mana shu ziyoratgohlarga olib kelib ziyorat qilib ketishimizga mana katta bir sababchi bo'lib yordam beryaptilar. Mana shu amakimiz o'zi biz qaysi bir ziyoratgohga kelganimizni, qaysi bir musofirdan keladimi yo bir mehmonga keladimi, turistlar bo'ladimi, birinchi bo'lib ziyorat qilgan joylari mana shu joy bo'lar ekan. O'zi amakimizdan o'zi mana shu joyni so'raymiz. Qaysi joy dedi, hammasini o'zi batafsil amakimizdan so'raymiz. Amaki, assalomu alaykum. Biz hozir qayerda biz? Bahovuddin Naqshbandiy. Bahovuddin Naqshbandiy ziyoratgohi. Ziyoratgohida ekanmiz. Ko'rib turganlaringdek, mana biz hozir mana shu ziyoratgohni ziyorat qilyapmiz. Juda ham chiroyli va manzarasi yaxshi. Lekin bitta narsani aytib o'tishimiz kerak, juda ham issiq. Hozir mana kechki payt soat 6 bo'ldi, ya'ni O'zbekiston vaqti bilan. Lekin shunga qaramasdan 39 gradus mamaki? 39 gradus oldu. 39 gradus issiqligi ko'rsatmoqda. Bizlar hozir mana shu issiqda mana Bahovuddin Naqshbandiy ziyoratgohida biz. Mana shu ziyoratgohda mana hamma joyni aylanib, ziyorat qilib ketyapmiz. Hozir xudo xolasa biz yana shaharga aylanamiz. Bir taksi amakimiz bilan bir ziyorat qilib, xudo xolasa betlardan ziyorat qilib chiqamizda shahar aylanamiz. Hozir mana biz yana videoni orqasidan olamiz.